Xudoga qanchalik ishonasiz? 100% ishonaman. Nima uchun bo'lsa qimorlarda reklama qilasiz? Qimor. Mana shu etapga konkret javob beraman. Qaranglar. Men hech kimni qo'lidan ishlab qimorxonaga yoki olib tiqayotganim yo'q. Shu sababchi bo'lyapsiz? Yo'q, sababchi bo'ladimi, bo'lmaydimi, men tiqayotganim yo'q. Mayli nima bo'lganda men aybdor bo'lsam, u pulni topyaptimi, значит puli bor. Lekin u yo'qotayotgan pullarga muhtoj oilalar bor. Juda ham o'ylayman. Men qimorni pulini polni ishlatadi o'ylaysiz o'ziga, yo'q. Men bilmasam. Men o'zi bo'lib olganman bu tempda. 3 ga kirishimdan oldin o'zi bo'lib oldim. 30 ga 33 qilib. Uyimga, o'zimning xarajatlarimga, 50 yaxshilikka. Polni 33% yaxshilikka ketadi. Ko'chada nimadir muammosi bo'lsa, men internetga chiqarmayman, bunday qilib, qimor reklama qilsam, lekin bundan keyin chiqaraman. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, yaqinda bir qimorni reklama qilgan bokschiga shunday savol berishdi. Xudoga ishonasizmi? 1000% ishonaman dedi. Unda nega qimorni reklama qilasiz desa, men reklama qildim to'g'ri, lekin hech kimni majburlamadim-ku. Xohlagan qimor o'ynashi, xohlamagan o'ynamaydi debdi. Savolim shuki, bu shariatda hiyla qilish emasmi? Shuni tushuntirib bersangiz debdilar. Hiyla emas, o'zini o'zi aldash. Chunki Alloh Qur'onda aytgan: "Va la ta'awunu alal ismi wal udwan." Gunoh, adovatda birovga yordam bermanglar degan. Inson bir narsani, harom narsani reklama qilishi, o'shanda unga yordam berish bo'ladi. Buni sizga bir misolini aytaman. O'sha kishi hozir, o'sha qayerda bo'lsa, masalan O'zbekistonda bo'lsa, bilmayman kim bilsin qat'iy nazar, ya'ni O'zbekistonda taqiqlangan narsani shunaqa qilib reklama qila oladimi? Masalan, O'zbekistonda taqiqlangan bir domla bor. O'zbekistonda taqiqlangan bir kanal bor. Mahsulot bor aytaylik yana. Shuni shunday efirga chiqib, baralla aytib e'lon qila oladimi? Yo'q. Ertasi kuni olib ketadi, oyoqdan ko'tarib buni. Nimaga davlat shuni reklama qilganda olib ketadi? Chunki sen shunga targ'ibot, tashviqot qilyapsan deydi. Mana shu qonunlarida ham, konstitutsiya yoki boshqa dunyoviy qonunlarda ham shunaqa narsa bor-ku, inson bir jinoyatni o'zi qilmagani bilan, lekin o'shanga targ'ib qilsa, o'sha jinoyat bilan barobar o'qigan bilan. Reklama targ'ib emasmi? Targ'ib. Ana shuning uchun inson yaxshilikni targ'ib qilish kerak, odamlarga reklama qilish kerak, yomonlikni emas. Inson uning gunohiga teng sherik bo'ladi. Bu men majburlamadim degan gap to'g'ri emas. Bu dunyoda uncha-muncha gunoh majburlik bilan bo'lmaydi. Aksar gunohlar kelishuv, taklif bilan bo'ladi. Masalan, zino qilayotganlar ham bir-birini zo'rlamaydi. Taklif qiladi, uni qabul qiladi, shu bilan bo'ladi. Unda zino ham halolmi? Alkashlar ham bir-birini majburlab og'ziga aroq quymaydi. Kel, ichaylik qilib bir-biriga taklif qiladi, qabul qiladi. U majburlash bilan bo'ladigan gunoh juda ham oz. Agar faqat gunohni majburlash deyilsa, unda hech kim gunohkor emas bo'lishi kerak. Shuning uchun bu asosi noto'g'ri, bu hiylama, o'zini o'zi aldash deyiladi. Bu ehtimol o'sha reklamadan pul olgan, endi nimadir deb o'zini oqlash kerak, shunaqa deb oqlayapti. Allohu alam.